yana bir kun qoldi. 6-aprel kuni video qo'yilyapti. Ertaga 7-aprel kuni jamoamiz Real Madrid Bavariyani Bernabeu stadionida tungi soat 00:00 da 7-apreldan 8-aprelga o'tar kechasi qabul qiladi. Xo'p, nima qildi Bavariya bo'lsa? Nima qildi raqib Bavariya bo'lsa? Men kommentlarni ko'ryapman, o'qiyapman. Yana ba'zi bir Real Madrid muxlislari tomonidan qaltirashla boshlayapti. Nimaga yana ishonmayapsizlar? Nimaga cho'chiyapsizlar? To'g'ri, kuchli Bavariya. To'g'ri, Bavariyani hurmat qilgan holatda aytayapman, kuchli. Lekin Bavariya ham bilib turibdi, qaysi klubga qarshi o'ynayotganini, qaysi stadionga kelayotganini va qaysi turnirda o'ynayotganini, kimni turnirida o'ynayotganini juda ham yaxshi bilib turibdi. Bu o'yin 50-50. Nimadir deyish qiyin. Sizlar faqat ishoninglar. Real yutadi deb ishoninglar. Всё, tamom. Yutqizadi, durang o'ynaydi yoki boshqa narsa deb emas. Real yutadi deb ishoninglar. Manchester Cityga qarshi ko'rsatilgan o'yinni yana bir barobar qo'shib Bavariyaga qarshi ko'rsatish kerak Real Madrid Bernabeuda. Real bu safar imkoniyatni berib qo'yish kerak emas Chempionlar Ligasida. Chunki La Liga katta ehtimol bilan ketdi. Bizda faqat bir dona turnir Chempionlar Ligasi qoldi. O'sha jonajon Chempionlar Ligamiz. Deyarli butun dunyo bu o'yinni kutyapti. Siz, men, hattoki Barselona muxlislari ham kutib turibdi. Qachon chiqib ketar, kim bular, oxirgi nuqtasi qachon ekin deb. Ana o'shalarga ham ko'rsatib qo'yish kerak Real Madrid o'zini kuchini. Sizlarga yana bir marta iltimos bilan murojaat qilaman. Iltimos, ishonch tushirmanglar. Bu kuchli-ku, bo'ldi to'xtasa kerak, bo'ldi yutqizib ketsa kerak, katta shotlar bo'lib ketsa kerak demanglar. Cityga qarshi o'yinda qanchalik ko'p ishongan odamlar bo'lsa, xuddi shunaqa Bavariyaga qarshi o'yinda ham ishoninglar, xudo xolasa g'alaba qozonamiz. Bu videoni realchilarga, faqat realchilarga maksimalni jo'natinglar, repost bosinglar, like bosinglar, kommentariyada qo'rqayotgan bo'lsanglar oldindan aytib qo'yinglar, cho'chiyapman, ishona olmayapman, yutqizadi deb. Ishonganlar bo'lsa, men ishonaman, Hala Madrid deb yozib ketinglar jigarlar. Podpiska tashlashni esdan chiqarib qo'ymanglar. Davay, ertangi kunga tayyorgarlikni boshlayveringlar.